Do'stlar, hozir yarmini berasizlar, yarmini bahorda bersanglar ham bo'laveradigan do'stlarim. Qirg'iziston O'sh shahri 10 chiqasizlar, O'sh birimga kelib turib chap qo'lga, ya'ni 123 larda kanishkasi tomon yurasizlar. Aynan biz oldimizda 123 kanishkasi bor. 126-mahallamiz, ya'ni 12-xonadonimiz bugun sotuvda. Gazlarimiz bor, suv bor, svet bor. Endi bu 10 chiqqaninglarda kanalda past tomoni bo'lyapti do'stlar. Tushundinglar, kanal tevasi emas. Kanalda past deganda suv, hammani ko'ziga suv ko'rinadi. Bu yerlar suv do'stlarim. Qishgacha mana shu oqim suvlar tinmaydi do'stlarim. Bu yerimiz robotxonamiz. Robotimiz ko'ryapsizlar, yopiq holatda va robotdan kirganimizda chap qo'limizda 4 ta 5 ta xonalarimiz bor va o'ng qo'limizga planlarimiz tushgan. Qaranglar qanday katta 6 sotilik ushbu xonadonimiz. Motomolarimiz qaranglar, огородlarimiz bor. Chunki bu 6 sotik. Keling aka. Mana ya'ni uyimizni to'g'risida tandir uchun, misol uchun bir kuxnya-puxnyalar, bir vreminka solaman desanglar, bu yoqlarimizda ham joylarimiz bor. O to'rlarda ham. Xullas meva daraxtlarimiz bor ekan. Endi do'stlar, robotdan kirganda o'ng qo'ldagi planimizni ko'rib chiqamiz. Natijadan chiqamiz. O'ng qo'ldagi bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Mana. Remontlari hamma yo'g'i joyida ekan. Boy desanglar hamma yo'g'i bor. Va yana bitta xonamiz. O'zida dushi bor ekan alohida. Mahallamizga qarab romlarimiz tushgan ekan va mana qilib chiroyli bir stenkalar qilingan ekan. Ya'ni mehrobga o'xshatib, mana ikkita xonamiz tayyor ekan do'stlarim. Qani uylarchi endi bu yoqqa. Do'stlar, endi bu ikkita xonadan chiqsak, mana bu yerda ham ikkita xonamiz bor ekan. Xuddi shu hozirgi ko'rgan xonamizda. Aka, mana bitta berib qo'ying. Manzarani berib qo'ying, aka, qanchalar ichib. Aka, meni oling. Hech qayerda yo'q bunaqa variant. Yamini berib turib, yamini bahorda bersanglar, mazzami do'stlarim? Qaysi duolardan so'ratinglar. Endi robotdan kirganda chap qo'ldagi 5-6 xonamiz ko'ramiz. Bu yerda bitta xonamiz bor ekan, bu yoqqa kirmay qolamiz. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Do'stlar, bexijolat ikkita xo'jalikmi? Yashayapsizlar do'stlar. Ikkita xonamiz ko'rdik va mana bu yerda esa yana bitta xonamiz bor. Do'stlar, bu xonamizda issiqligini qaranglar, mazagina-yu. Mehroblarimiz bor ekan. Mehrob ichlariga ekochmay ekan, joylashtirib qo'ygan ekan. Mana kirmay qolamiz, bu yerda ham xuddi shunaqa bitta xonamiz bor. Bu yerda bola-chaqalar turibdi, kirmay qolamiz do'stlar. Xullas, endi bu xonadonimizni podval ham bor ekan, aytib berib qo'ying bitta. Mana podvallari bor. Xullas, katta maza qilgansizlar. Endi navbat puliga. Puli endi qo'ni-qo'shni eshitib qolmasin do'stlarim. Sizlar uchun aytib beryapman buni. $130,000 kami bor. $130,000 kami bor. Mahallamiz zo'r. Gaz, suv, svet. Mahallamiz ana boshida 50 metrdan keyin 49-maktablar, undan oldin 123 ta kanishkasi. Undan tevaga chiqsanglar mana ro'pparaga O'sh birimga chiqib qolasizlar. Nomerlarimizni yozinglar. 0559 bilan 92 74 73. Qaytaraman, 0559 bilan 92 74 73.